Tinib qoldi sen haqda qo'shiq. So'nib qoldi ranglar sen haqda. Husning faqat dilda jilvali, isming dilda jaranglamoqda. Yo'llar visol haqda kuylamas. Shivirlamas baxt deb biron barg. So'zlar she'rmas, tovushlar qabri, mo'jizalar bo'ldi juvon marg. Diydor endi baxsh etmas iqbol, ayriliq ham keltirmas ziyon. Bu kulfatga chidab bo'lmaydi, ko'taraman men unga isyon. Yengaman, so'ng orzularimda keltirasan so'lmagan gullar. Sen kelar yo'l changlari visol, alangasi bo'lib lovullar. Aytmaganing rozlarni tinglab, xayolingni qilgum tavoflar. So'zsiz maktub jo'natib senga olajakman so'zsiz javoblar. Mo'jizalar hayotga qaytib, yo'llaringga entikib qarar. Qancha amri mahol bo'lmagin, sen kelasan, baxtim muqarrar. Assalomu alaykum. Qaqnus ko'rsatuvining aziz teletomoshabinlari, hurmatli mehmonlar. Dasturimizni bejiz Matnazar Abdulhakimning she'ri bilan boshlamadik. Ko'rsatuvimizning bugungi soni o'zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri Matnazar Abdulhakim ijodiga bag'ishlanadi. Bugun ko'rsatuvimizga Matnazar Abdulhakimning ashaddiy muxlislari, shogirdlari yig'ilishgan va hozir hurmatli mehmonlarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist, Do'stlik ordeni sohibi Hofiz Karimboy Rahmon. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz ustoz. Va shoirimizning yaqin shogirdlaridan biri, rassom, shoir Davron Rajab. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz ustoz. Hamda sevimli shoirimiz tarjimon Rahmat Bobojon. Xush kelibsizlar. Davron aka, suhbatimizni siz bilan boshlasak. Ustoz Matnazar Abdulhakim ijodiga yuzlanadigan bo'lsak, she'rlarida, asarlarda, ijodlarida Xorazmni o'ziga yarasha bir dovyurakligi, donishmandligini sezamiz. O'sha paytlarda ijodiy jarayonlar qaynab turgan paytda hamma ijodkorlar deyarli o'zini poytaxtga otardi. Lekin ustoz bu ishni qilmadilar va Xorazmni o'zida ana shu ijodiy muhitni yaratdilar. Va inson o'zi yashab turgan joyda ham ijodiy muhitni yarata olishni isbotlab berdilar. Aynan ustozni shaxsiyati, Matnazar Abdulhakim deganda biz eslashimiz mumkin bo'lgan o'ziga xosliklarini haqida gapirib o'tsangiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ustoz Matnazar Abdulhakim haqida gapirganda ilk tanishgan paytlarimizni eslaymiz. Iloji boricha o'sha samimiyroq bo'lishni, o'sha kishini qanday uchratganimiz birinchi marta shu narsalar esimizga keladi. O'sha harbiy xizmatdan qaytib kelgan paytlarimiz, Matnazar aka, men u paytlarda kutubxonada rassom bo'lib ishlardim. Birinchi marta Matnazar aka bilan uchrashganimiz, men u kishini hali uchratmaganman, lekin menga shunaqa deyishganki, bugun kutubxonada shoir bilan uchrashuv bo'ladi. Va shu shoirni ismi shariflarini yozib, men o'zim yozganman, o'sha Matnazar Abdulhakim bilan uchrashuv bo'ladi deb. Va juda bir hayajon bilan kutganmiz Matnazar aka kelganini va birinchi uchrashuvda qandaydir bir haligi keyin ham aytib kulishib, ustoz bilan, rahmatli ustoz bilan nima qilganda aytardik, qandaydir bir yurakni tez urib nima qiladigan bir lahzalar, biz hayajonlanib ketadigan shoirni ko'rgan paytimizda qanday qilib she'rni u kishini qo'liga yetkazib beramiz. Shoir deganda Matnazar akani o'zidan eshitganman, o'sha Mayakovskiyning iborasini ko'p aytardi. Shoirni bir oyog'i yerda, bir oyog'i bulutlardan teparoqda turadigan bir ulkan shaxs degan gaplarni aytardilar. Matnazar akani juda ko'p o'rgansa bo'ladigan joylari ko'p u, lekin u sizni o'sha qanday bo'lsa shunday qabul qilardi. Masalan, o'zingizda yo'q bo'lgan xislatlarni aytib, nima qilib o'tirish kerak emas edi u kishiga. Sizni qandayligingizni bilardi. Mana misol uchun bir voqeani esga olamiz. Matnazar aka bilan bo'lganni, biz baliq oviga borganmiz. Bir uzoqdagi bir shoir do'stimizning uyida. Juda yaxshi ovimiz baroridan kelgan. Keyin o'sha baliq tayyorlab kelgunicha Matnazar aka Hazoinul Monini o'sha shoir do'stimiz bilan
Navoiy bobomizni g'azalini sharhini nima qilib o'tirishgan, tortishib, gaplashib o'tirgan. Men juda vaqtli uyg'onganimiz uchun men sal uyquga ko'zim yumilib ketyapti-da. Lekin uxlash odobsizlikday tuyulgani uchun men uxlamayapman. Shunday o'tiribman-da, lekin baribir sezsa bo'ladi. Diqqat bilan qaragan odam men uyquga ketadi. O'sha paytda qarang dedi, men Davronbekni qarang. Biz Navoiyni sharhini nima qilyapmiz-u? Ular haligi Navoiyni bir avjiga so'zlarini eshityapman, qaysi g'azalning so'zlari ekanligini. Davronbekni qarang, uxlayapti deganda, keyin shunda Matnazar aka xarakterini ko'rmoqchi bo'lsangizlar, yo'q degan. Bir odobsizlik-ku uxlash degan ma'noni bertirgan bo'lsa, Matnazar aka hozir Davronbekni xayoli Navoiyni xayolidan ham baland darajada turibdi. Shuning uchun degan, u bizni eshitmayapti hozir degan gapni. Endi hozir eslasam mana shu Navoiyni g'azalini albatta o'sha sharhini eslayman va qo'limga Navoiyni albatta olishim kerak ekan degan narsaga turtkini mana shunday yo'l bilan o'rgatganlar-da. Bilasizmi, men Matnazar akada o'sha men ko'radigan jihatim shu yoshlarni, ijodkorlarni tepaga nima qiladigan odati bor edi-da. Masalan, bir narsani noto'g'ri bajargan tomonda ham shuni yaxshi tomonini, sizni nuqsoningizni aytib uyaltirish emas, aksincha yaxshi tomonini aytardilar. Biz ba'zan bir nojo'ya bir ishlar qilib qo'ygan paytimizda, biz yoshligimizda bundan ham noto'g'ri ishlarni qilganmiz deb turib, aslida unaqa bo'lmagan. Lekin ular bizni ko'tarish uchun iloji boricha va juda ko'p hayolimizda hozir ba'zi bo'lgan voqealarni esimdan chiqarishimiz mumkin. Shunaqa paytlar bo'lardiki, nimaga biz mana shu yozuvimizni bir u paytlarda videoga olish imkoniyatlari bo'lardi. Nimaga yozib qo'ymaganmiz? Tayyor shu qo'llanma yoshlar uchun bemalol ko'rib, tomosha qilsa, o'sha ijod psixologiyasi haqida, masalan, she'r qanday yoziladi, she'r qanday paydo bo'ladi? Shunday she'rlar borki, butun bir she'rni butun hammasi akvariumga o'xshab, uning ichidagi fikr baliqqa o'xshab yuradi yoki shunaqa she'rlar bo'ladiki, har bitta so'zini o'zi jaranglab turadi. Har butun, mana hozir o'zingiz she'r o'qidingiz, qanaqa bir odamni ruhiyatiga ta'sir qiladi. Va faqat o'zingni so'zingni ayt. Sen o'sha aytmoqchi bo'lgan bir qoyil qolish kerak darajasi shundayki, siz agar qandaydir bir kimgadir ergashib, kimgadir bir taqlid qilib ketayotgan bo'lsangiz, bu seni she'ring emas. Mana bu seni aytmoqchi bo'lgan gaping bu emas. Sen mana bu gapni aytmoqchisan deb to'g'ri. Lekin men hayotimda ko'rmaganmanki, hech qachon bir tanqidiy nuqtai nazardan qaramagan. Men juda ham bir ideallashtirib yuborishdan uzoqdaman. Ba'zan shunaqa paytlar bo'lardi-da, she'rlarimizni ko'rsatsak, Davronbek, bu she'rlaring sendan orqada qolibdi derdi. Qarang. Demak, seni fikrlashing bu she'rlardan baland-ku. Bu qarang, tanqid qilyapti, lekin sendan orqada. Yoki she'rlaringga yetib ol derdi degan paytlari ham bo'lganda, masalan, bu gapning teskarisi bo'lyapti. She'rni o'qiyapti-da, sen o'sha yozgan darajangga nima qilib ol. Demak, yozganing ham, o'zing ham she'r bilan teng. Haqiqiy bir mana shunday gaplar. Biz bu gaplarni bugun kitoblarda o'qib, nima qilib qolsak, allaqachon bizga mana Matnazar aka bizga o'rgatib ketgan ekan. Hozir bitta she'r nima qilib bersam, mayli, she'r o'qib beraman-da, keyin suhbatimizni davom qildiramiz. Albatta, marhamat. Baxt izladim men daladashdan, orzuyim bol, umidim asal. Onaginam seni aldashdan, halokatni sanadim afzal. Sarmast qildi chamanlar vasli, qayg'urmadim rizq ro'zimni, yashadim men bag'ishlab asli, faqat o'zgalarga o'zimni. Bilmam uchdim qanchalab chaqirim, goh g'olib, goh mag'lub keldim men. Bol deb mehrim, asal deb faxrim, topganimni olib keldim men. Gullar ichdim ichgandek qasam, loyiq keldim zahmatkash safga, balki adashib ba'zan qo'nib qo'ydim sassiq alafga. Nozbo'ylardan uyg'onib sahar, uchmoqqa yo'q ehtimol haqqim, balki asal deganim zahar, bol deganim ehtimol
zakkum. Xullas o'zing bilasan onam, sen ming sirdan xabardor hakim. Xohla meni qabul et mana, xohla boshim uzib tashlagil. Sen farishta, osmon farzandi, belanchak yer oshyoning sening. Senga sig'mas insonning haddi, yo'qdir cheking poyoning sening. Semirug'lar ham bog'lay olmas bahs, inson degan kalom ta'rifing. Pok bo'lsang bas, ozod bo'lsang bas, yo'l azobi ojiz harfing. Biroq uzoq shaylanasan sen, taradduding yetmas nihoya, yetmay qolgan bu ishga o'tmish, kelajak ham qilmas kifoya deb turibdilar ustozimiz Matnazar Abdulhakim. Rahmat. Rahmat Davron aka. Rahmat. Hozir aynan mana shu suhbatdan keyin she'r o'qib berganingiz ham aynan davo bo'ldi. Hozir studiyamizga yana bir mehmonlarimiz orasida shoirimizning, ustozimizning bir muxlislari, ijodlarini yaxshi ko'radigan bir inson borlar. Ularni ham taklif qilsak-da, ulardan ham bir she'r tinglasak. Demak, sahnamizga taniqli aktyor Akmal Abdulazizni taklif qilamiz. Ulardan bir she'r eshitamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum ustozlar. Men mana shu shoirimiz Matnazar Abdulhakimga bag'ishlangan dasturiga taklif qilinganimdan juda ham xursandman. Sababi ro'parasi 2 yil oldin o'sha mashhur darsdan so'ng she'rini mana shu sahnada ilk bor o'qiganman. Juda ham yaxshi ko'raman. O'ylaymanki, fursatdan foydalanib har bir o'zbek farzandi mana shu shoirning she'rlarini o'qish kerak. Chunki bu hayotda qanday yashashni, qanday harakat qilishni, insonlarga qanday muhabbat qo'yishni o'rgatadi, qaysidir ma'noda. Va bu galgi dasturga ham ajoyib she'rlarni tayyorlab kelganman. Uyalinglar. Ayollar bilan bahslashmanglar. Qilmanglar poyga. Lekin barcha g'alabalarni tashlanglar ularning poyiga. Ayollarga ketmon bermangiz. Ayollarga bermang belkurak. Ayollarga ko'ngil beringlar. Ayollarga beringlar yurak. Mahkum qilmang temir tersakka. Hech mohiro'y, hech tursin oyin. Ayollari erkak shoda xalq. Xotin chalish bo'ladi doim. Rahmat. Rahmat qarsanglar uchun. Yana bir ajoyib she'r. Didor. Mukammal bu go'zalligingni yonib qilgim keladi ta'rif. Biroq ne qilayki qoshingda eng qudratli kalomlar g'arib. Visolingni qilsamda havas, mehrim izhor etmadim hech vaqt. Sen bilan bir havoda nafas olish o'zi menga katta baxt. Bir qayrilib tashlasang nigoh, yurak to'lar so'nmas ziyoga. Seni bir bor ko'rish uchun faqat kelib ketsa arzir dunyoga. Matnazar Abdulhakim. Rahmat. Rahmat. Dasturimiz davom etadi. Sahnamizga yana bir mehmonimizni taklif qilmoqchiman. Ular ham ustozimizni she'rlarini ashaddiy ixlosmandlari, shoir Rustam Mirvohid. Marhamat. Assalomu alaykum Rustam aka, xush kelibsiz. Xush kelibsiz Rustam aka. Ustozni qaysi she'rlarini eshitamiz bugun sizdan? Xo'p, avvalo assalomu alaykum hammalarga. Bugun juda ham zo'r ijodkor mavzu qilib tanlab olibsizlar. Matnazar Abdulhakim bilan tanishishimga Davron Rajab sabab bo'lganlar. Biz akamiz, shuna bevosita shogirdlari bo'lganlari uchun. Davron akamni bolalari qalbida bir yuraklari bor. Ozgina ta'sirli gapni gapirsalar, Matnazar aka haqida darrov ko'zlariga yosh olardilar-da. Shundan bilardim bu odamning qanchalik o'rtasidagi munosabat kuchli bo'lganligini. Qolaversa, Bobur Elmurod degan bir do'stimiz bor. Bobur Elmurod kaminaga Fayz degan bir kichkinagina bir kitobcha bergan. Buni men og'adan olgan. Fayzga shunday deb yozgan: "Yig'lagulik va yodlagulik shoir she'riyati muborak bo'lsin" deb yozib bergan. Shuni o'zida butun bir olam mujassamda. Shundan keyin bu kim ekan bu odamda keyin bir o'qib chiqsam, bu kichkinagina hali cho'ntagi kitobi
bu butun bir haligi bir kutubxonalarni qudratini beradigan bir kitobcha ekanda. Keyin shu insonga nisbatan menda g'oyibona bir muhabbat paydo bo'ldi. She'rlarini o'qidim, internetlarni tikladim va muhibiga aylanib qoldim. Sirtqi saboq degan bir she'ri bor. Hammamiz yaxshi ko'ramiz. Ikki qator. Men seni sevaman, qursin esim. Nahotki men ega sevaman kesim. Qoidaga mahkummiz nega biz, muhabbat emasmi axir egamiz? Deb hokazo endi boshlanishidan bilsa bo'ladi qanaqaligini. Qolaversa haligi g'azallari go'zal. Endi eng qizig'i Matnazar aka o'zi rus she'riyatini, adabiyotini muxlisi, muhibi bo'lib turib, keyin Navoiyga kirib kelganda, lekin Navoiy kirib kelgandan keyin chiqib keta olmagan va haligi biz ko'rishgan chog'lar o'tdi, biz ko'rishmas chog'lar yig'lar degan bir satrlari bor, odam ich-ichiga kirib ketadigan. Bilasizmi, Matnazar akani men dafinaga o'xshataman. Mana xazina bor va dafina bor. Xazina hammamiz biladigan, qo'l yetsa injulani olish mumkin bo'lgan bir joy, bu xazina hisoblanadi. Lekin dafina bu dafn qilingan xazinalar bo'ladi. Mana shunaqangi xazinalardan bittasi. Nimaga? Afsuski Matnazar Abdulhakimni hattoki Xorazmda ham bir xil bilmaydigan bir vaziyatlar bor-da. Shunda bir buyuk shoir o'tgan. Yana bir prinsipialligi shundan iboratki, xuddi To'ra Sulaymonga o'xshab poytaxtga kelmasdan ijod qilgan. Kerak bo'lsa meni bilib olishsin degan bir ma'noda. Ko'pchilik ijodkorlar poytaxtga kelib o'zini kimligini tan oldirgisi keladi, tan olgisi keladi, lekin Matnazar aka Xorazmdan turib o'zini kimligini bildirib ketgan elitada yuradigan shoirlardan bittasi hisoblanadi deb o'ylayman men. Xullas, gapimni qisqa qilib, Matnazar akani hammamiz uchun tashrif qog'oziga aylangan o'sha mashhur Darsdan so'ng degan she'rni o'qib bermoqchiman. Bu she'rga ozgina kirish qismi bor. Men ijtimoiy tarmoqlarda ko'p shu she'r aylandi, muxlislarga ma'qul bo'ldi. Boshqa she'rlardan farqli o'laroq bir tomoni, bu she'rga haykal qo'yilgan. Qarang, shoirlarga haykal qo'yilardi odatda. Lekin bu istisno holatda shoirga emas, she'rga haykal qo'yilgan. Xorazmda, Qoraqalpog'istonda, adashmasam, To'rtko'l tumanida shu eshitganmiz, mana og'am aytib berganlar. Shu bir kuni Xorazm hokimining huzurida shu she'r o'qiganda Xorazm hokimi ko'ziga jiqqa yosh olib aytgan ekanki, shu she'ri qahramoni muallimaga albatta haykal qo'yamiz deb. Va shu narsa amalga oshib, mana shu haykal qand rostlab turibdi. Bir kichkina bolachani yetaklab ketayotganligi tasvirlangan. Bunaqa holat ikkita O'zbekistonda, bittasi Xorazmda bo'lsa, ikkinchisi Chirchiqda Rasul Hamzatov Turnalar degan she'riga haykal o'rnatilgan, kompozitsiya o'rnatilgan. Noyob bir hodisa hisoblanadi. Shundan ham bilsa bo'ladiki, bu she'ri qanaqaligini va she'ri nomiga e'tibor beringlar. Darsda emas, darsdan so'ng. Butun voqea mana shu darsdan so'ng bo'ladi. Matnazar Abdulhakim kimnidir qoydi chekkani uchun tortib olib qo'ydi gugurtini ham. Mashq daftarlarini yig'dida so'ngra bir sanab ko'rdi 7 daftar kam. Har gal shunday ahvol, uyalmaysizmi? Kelasiz o'qishmas qilish uchun sayr. Bu safar ham ikki qo'ymay turaman, ertaga qolganlar topshirsinlar xayr. Qish kuni bir tutam qorayganda qosh, ikkilandi o'tmak kerak axir qirdan. Eri ham kelmadi olib ketishga, ko'ngli sovudimi, vahm etdi birdan. Hamkasb dugonasi qistovga tutib, tunab keting dedi, kech bo'lib qoldi. Ko'nmadi. Qo'ltiqlab mashq daftarlarin uyga yolg'iz o'zi yayu yo'l oldi. Ovul tugab endi qirga chiqqanda oqshom quyuq edi, atrof sim-siyoh. Yo'ldan qaytmoqchi ham bo'ldi bir o'yi. O'g'lim xastalanib qoldimikin yo? Yuragini battar vahima bosdi. Qamradi tundan ham battar bir qo'rquv, o'nqirmi, cho'nqirmi, o'rmi qir demay, yana ketaverdi u. Mudhish bir sharpani ilg'adi nogoh, razm solsa qashqir qilardi taqib. Esladi yirtqichning qo'rqishin o'tdan iziga bir daftar tashladi yoqib. Qashqir to'xtab qoldi. So'ng yana va yana muallima omon topgan bu olov yirtqichga berardi ilojsiz sabr. Yo'lovchi yoqardi, qashqir to'xtardi, tin olardi ikkov har daftarda bir. Yo'l uzoq, tun qaro, qashqir esa och. Och yirtqich bilarmi nadir sadoqat?
uyga yaqin qolgan vaqti tugadi, muallimda daftar, Qashqirda toqat. Uvvos fig'on tutdi qishloqni tongda, zamin aza ochdi, zamon yig'ladi. Daftar topshirmagan 7 o'quvchi hammadan ham yomon yig'ladi. No'noq nazmim uchun avfet xalqim, na olim, na fozil, na so'z piriman. O'z vaqtida daftar topshira olmay qolgan bolalarning biriman. Men yaxshi bilaman, tumor qilmaydi yozgan she'rlarimni oshiqlar. Men yaxshi bilaman, qo'shiqlarim jo'ni bilaman, bular bir oddiy mashqlar. Lekin ketmak desan kelajak sari, tap tortmay qismatning dasht qirlaridan o'zimcha asragim keladi seni. Yovuzlik, xiyonat, qashqirlardan men mashq bajaraman, yozaman har kun daraklar, so'roqlar, xitoblarimni. Sen yo'l bo'yi yoqib tashlab ketaver, qashqirlar qo'rquvchi kitoblarimni. Rustam aka, minnatdormiz. Rahmat sizga. Ulug' ustozimizning ruhoniyatlari shod bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Bu inson haqiqatdan ham yodlagulik va yig'lagulik shoir hisoblanadi. Rahmat sizlarga. Haqiqatda menimcha hozir studiyadagi har bir inson o'zgacha bir hislarni ichidan o'tkazdi, ta'sirlandi. Rustam akaga bu uchun minnatdorlik bildiramiz albatta. Rahmat Rustam aka. Dasturimiz davom etadi. Karimboy aka, suhbatimizni siz bilan davom etsak. Xorazm she'riyatiga qarasak, Ogahiy, Feruz, Omon Matjon kabi ulug' darg'alarni ko'ramiz va albatta siz ham Maxtumquli, Ogahiydan qo'shiqlar bastalagansiz. Aynan ularning ijodiga ham e'tibor qaratgansiz. Va shundan bilamizki, o'sha adabiy muhitda ijodkorlar, ya'ni qo'shiqchilar bilan, hofizlar bilan shoirlarni birlashmasi va ularni o'zaro ijodiy hamkorliklari juda yaxshi rivojlangan paytlarida. Bugungi kunga kelib bu jarayonlar biroz sustlashmadimi? Shu haqda nima deysiz? Men endi kitobiy emas, hayotiy gaplashaman sizlar bilan. Negaki Matnazar Abdulhakim ham do'st, ham men uchun ham do'st, ham bir aka sifatida shunday bir-birimizga bir mehrli edik. Bizni xonadonlarimizda ko'p bo'lgan. Endi Matnazar Abdulhakimni shuni eslaganda Orzu domlani bir ikki misralari esimga tushadi. Egnida yirtiq libos bo'lgan bilan izzatlidir degan bir misralari. Endi nima demoqchiman? Shunaqa bir oddiy, uni shoir deb ko'rgan odam hech kim shoir deb tan olmasdi. Lekin uni qalbini shunday ochsangiz, butun xazina. Har safar uyimga kelganda ikkita uchta she'ri bilan kelardi, o'qib berardi. Juda falsafiy, uni she'rlarini qo'shiq qilishga bir jur'at ham qilish qiyinda. Yana bir aytib qo'yardi Karimboy, bu ayting degan maqsadda olib kelganman, mabodo deb aytardi-da bu. Meni shu hijolat tortmasin deb. Mabodo to'g'ri kelsa, nima qilsa bir orada bir ko'ring deb shunday bir tashlab ketardi. Keyin qaysi bir yillari bundan 30 yil oldin Mirzo Abduqodir Bedilni bir shu to'g'rida bir nimalari bo'lib qoldi. Shu Abduqodir Bedilni bir 3-4 ta g'azalini olib keldi. Tarjima ham tarjimonku o'zi. Shunda bir g'azalini shuni o'qidim, ko'rib, u g'azalda mening ko'nglim uchun bil g'am yaralgan, ikki ko'zim tufayli nam yaralgan, qanot qaqqan edim bir subhidamda, kechikmasdin qafas shuldam yaralgan degan shunday bir she'rlar ekan. Keyin yana bitta g'azali, men kamolat ixtiyor qilmoqchiman, shun adamni oshkor qilmoqchiman deb ikkita she'rni shu Karimboy bu safar meni majburladi Abdulhakim Matnazar aka, buni aytmasangiz bo'lmaydi.
shu borib televideniyada shu inson to'g'risida eshittirishimiz bor, buni aytmasangiz. Shu ikki qo'shiqni ham, ikki g'azalni ham qo'shiq qilib aytganman shu Matnazar aka. Shunda juda bir xursand bo'lgan. Keyin bizlar juda qalin, ko'p o'tirishlarda o'tirib birga uylarimizda, men ularning uylarida men hijolat chekib yurardim. Hamisha shu Matnazar akani ko'rsam, shu qancha she'r qo'lyozmalari ham bor menda, shu saqlab qo'yibman. Qancha she'r olib keldi menga, hech bo'lmasa shu bironta she'rini men qo'shiq qila olmadim shu insonni. Menda shu ichimda bir hamisha g'ulg'ula bor edi-da. Bir kuni shu do'st haqidagi she'r qayta o'qib shu bu yoqqa tortaman she'rni, bu yoqqa tortaman. Hech bir iloji yo'q-da. Kuy topolmayman. Kuy topolmayman, lekin so'z g'azal dahshat do'st haqida. Do'st do'stning e'tiqod iymonidir. Baxt saodat bog'ining bog'bonidir. Do'st do'stning chorasiz qolgan mahal kashf etib qo'ygan ulug' imkonidir. Gar qanot yoysa baland parvoz uchun do'st do'stning boshida osmonidir. Hamla qilsa do'stga kulfat qashqiri, do'st do'stning asragan arslonidir. Endi buni payti kelsa men qo'shiq qilib ham aytishim mumkin buni, vaqt bo'lsa. Lekin bu juda bir ajoyib, meni ko'nglimga shunaqa o'rnashgan g'azal bo'ldi. Keyin o'ylab o'tirib o'zimizni Xorazm eski suvora yo'llaridan bir ko'ray deb bir Safti suvora kuyiga shunday qo'ysam, endi shunaqa, endi shuna mahkam yopishdi-da bir she'r bilan qo'shiq. Endi bir albom chiqarib shu qo'shiqlarimni ichiga qo'ydim shuni. Keyin bir kuni bir Bahodir aka, Bobojonov degan bir aka do'stimiz, ular gapda birga edilar. Biz falon joyga bir Amu daryo bo'yiga o'tirishga ketayapmiz. Matnazar akangiz ham bor ichida. Bo'lmasa bir iltimosim bor dedim. Shu men bir kaseta beraman. Shu mashinada borayotganda shu kasetani qo'yib, shu qo'shiqni Matnazar Abdulhakim akamizga bir eshittirsangiz shuni, ma'qul bo'larmikan, bo'lmaymikan deb, juda zo'r bo'ladi. Shu sekin mashinada borayotganda hammasini e'tiborni, diqqatini qaratib bitta qo'shiq qo'yib beraman hozir sizlarga deb, shu Safti suvora boshlangandan endi Safti suvora hammaga yoqadi, hamma klassika qo'shiq. Shunday ketayotganda shu do'st do'stning e'tiqod iymonidir deb boshlagandan Matnazar aka endi shunday yana engashib eshitib, bir qarasam dedi ko'zlariga yosh olib, mana endi she'r joyiga tushibdi. Karimboy ham chiroyli qilib aytibdi deb ko'zlarini, yoshlarini artib, shunday bir ko'ngli to'lib, men shu gaplarni eshitganimdan keyin men o'zimni haqiqatdan bir shu inson bilan yaqin, shu inson bilan zamondosh bo'lganimdan behad men baxtli insonman deb o'zim tan olganman. Qaraversa endi buyuklar o'lgani bilan keyin ham yashaydi. Keyin qanday yashaydi? Mana kelajak, mana bu yoshlar qalbida va o'tirgan mana o'g'il qizlarimizni qalbida yashab qancha asrlar, qancha yillar davom qiladi. Bu shuning uchun ham bu Matnazar Abdulhakim nomi hech qachon o'chmaydi. Hech qachon bu inson hayotda jismoniy bo'lmagan bilan ruhan mana she'rlari bilan mana shu yoshlarimiz qalbida, bu adabiyotda, o'zimizni yurtimizning nimasida hamisha abadil abad yashab qoladi degan umiddaman. Rahmat. Rahmat ustoz. Hozir biz yosh ijodkorlar
Qaysidir ma'noda sizlarga juda havas qilib o'tiribmiz. Sababi Matnazar Abdulhakimdek ustoz shoir bilan bir suhbatda bo'lgansiz, yonlarida yurgansiz, ko'rgansiz, bilgansiz va albatta biz faqatgina ularni she'rlaridan tasavvur qila olamiz. She'rlarini o'qib bir o'zimizni o'sha xayollarimizda chiza olamiz. Lekin albatta haqiqatda biz ijodkorlarni qalbimizda yashaydi she'rlari bilan. Bugun ustozni xotirlab nafaqat Toshkentdan, balki Xorazmdan ham ko'plab muxlislar, mehmonlar kelishgan. Hozir sahnaga taklif qilmoqchi bo'lgan ijodkorim ustozning shogirdlaridan biri, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, jurnalist Shodiya Bonuni taklif qilaman. Marhamat. Iltijo. Ustoz Matnazar Abdulhakim she'ri. Rad etmagil dahri deb meni, mustajob et ezgu duoyim. O'g'il ko'rsin o'g'li yo'q odam, qizi yo'qqa qiz ber Xudoyim. Umid bilan dunyoga kelgan farzandsizlik dog'in tuymasin. Hech parranda, hech darrandaning qo'y iloyim pushti kuymasin. Qulunlar ber, saodatmand et. Har bir tulpor, har bir duldulni avlodidan mosuvo qilma. Biron to'ti, biron bulbulni qo'ralarga soladi qiron, uyalarda qiladi buzg'un. Bola ko'rsin baribir bo'ri, jo'ja ochsin baribir quzg'un. Qoraysa ham dastidan falak, junjiksa ham dastidan bog'lar. Zaqchalari ko'p sernasil bo'lsin, o'zlaridan ko'paysin zog'lar. Uzumlari ko'p meva bersinlar, gujumlari keng soya bersinlar. Mayli alaf, mayli pechak ham ildizini yoya bersinlar. Menga she'r bermasang bermagin, boshqalarni qilma nolonlar. Mayliga boshqorong'i bo'lsin mening yuragimga ilonlar. Shudir senga o'tinchim, nolam, iltijo ham faryodim doim. Baxtimizga o'zing yolg'izsan, shu baxt bizga basdir Xudoyim. Rahmat aytib olaysiz uchun. Rahmat Shodiya opa, salomat bo'ling. Suhbatimizni esa Rahmat aka siz bilan davom etamiz. Bugungi kunda O'zbekistonda ijodiy muhit yetarli darajada gurkiragan bir hududlar u qadar ko'p emas. Ya'ni Toshkent, Farg'ona, Xorazm shu kabilar. Va aynan bugungi kunda Xorazmda ijodiy muhit qanaqa? Ustozni davomchilari, ustozni ijodini o'sha yuqori cho'qqilarga olib chiqqan bo'lsalar, o'sha cho'qqilardan yana davom etadigan ijodkorlar haqida aytsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ustozlarimizni Xorazmdagi Davron og'amni, Karimbay og'amni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Shu yerda mana bugun Matnazar Abdulhakimni shu yerga she'r o'qiyman deb, Matnazar Abdulhakimni Qaqnusda ko'rsatuvda qatnashaman, bitta fikr aytaman, bir qator bo'lsa ham she'rini aytaman deb kelgan insonlarga hammasiga rahmat. Va chin muxlis bo'lganlaringiz uchun sizlarga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Hammangizga rahmat. Endi Xorazmda adabiy muhit endi har doim ham yaxshi bo'lgan. O'sha katta shoirlar, tarjimonlar, yozuvchilar chiqqan. Lekin bu davrlar ichida eng gurkiragani baribir Matnazar Abdulhakim bo'lgan davr. Men to'g'risi yoshman, hali Matnazar Abdulhakim bilan ko'rishish baxti menga nasib etmagan, ko'rish olmaganman. Matnazar Abdulhakim 2010-yilda vafot etgan. Men o'zi 2015-yilda she'rlar yozishni boshlaganman. Lekin o'zimni har doim Matnazar Abdulhakimga bir ma'naviy shogird sifatida ko'raman va hamisha ustozim deb bilaman. Shu
qo'limga qalam olib mashqlar qoralashni boshlaganimda birinchi qo'limga tushgan kitob Jamoling menga bas. Adashmasam Bedildan tarjimalar edi. Shu kitobni o'qib qarasam forschadan Matnazar Abdulhakim tarjimasi. Birinchi tarjimasi bilan tanishganman-da Matnazar Abdulhakimni. Keyin bilsam juda tarjimalar juda zo'r. 7-sinf bola bo'lganman unda. Keyin o'zi ham shoirligini bilganman va o'zi juda katta shoirligini his qilganman keyinchalik o'qib. Va Xorazmda ko'pchilik ustozlarimiz biladi. Men ko'pchilik aytadi, hazillashib yarim chin, yarim yolg'on. Men Matnazar Abdulhakimdan oq yo'l olgan shoir deyishadi, lekin ko'rishmagan bo'lsam ham buni sababi Urganchda yashab yurgan yillarimda 2018-2017-yillarda Shovotga ham qayta olmasdan, yonimda pulim yo'qligidan, to'g'risini aytaveray, Shovotga ham qayta olmasdan bir kun u do'stimning uyida, bir kun bu do'stimning uyida, bir kun yana bittasining uyida qolardim. Oxiri do'stlarim uyiga borishdan ularni bezdirib yubordimda, to'g'risi. Bezib ketdi. Qayerda qolishni bilmadimda, Yozuvchilar uyushmasi viloyat bo'limini xonasi bor, o'zi bitta xona. Bir kuni shunga aytdim, bu yoqda biz ustozlarimiz Gavhar Ibodulloy va Boltoy Bekmatov shoira shamsoz ishlashadi. Shunda Boltoy akaga aytdim. Boltoy aka, shu boradigan joyim yo'q, shu uyushmada yotib qolsam bo'ladimi dedim. Yotib qolaver dedi. Shkafni ochsang dedi, xonadagi dedi, men dedi, shunaqa vaziyatlar uchun dedi, bitta ko'rpacha bilan bitta yostiq qo'yganman dedi. Shuni yozib shu yerda yot dedi. Keyin o'sha kuni uyushmaga kirdimda, kalitni berdi, kirdimda sekin kechqurun hamma ketgandan keyin ko'rpachani yoyib yotdim. O'sha kuni uxlaganimda Matnazar Abdulhakim tushimga kirdi. Ko'rishmaganman u odam bilan, faqat she'rlaridan bilaman, o'qiganman, yaxshi ko'raman. Tushimga kirdida ikkitagina so'z aytdi. Bolam, uchtagina ekan, uchta so'z aytdi. Bolam, sen yozishing kerak. Bo'ldi. Shu gapni aytdi. Keyin men bu gapni ertasi kuni uyushmadagilar keldi, boshqa shoirlar keldi. Shunda aytdim. Kecha dedim Matnazar Abdulhakim men tushimga kirdi. Bolam, sen yozishing kerak deb aytdi. Desam, shunda ustozlar ta'birini aytdi-da, u Matnazar Abdulhakim senga tushingda oq yo'l tilabdi. Shu sababli. Senga duo beribdi dedi. Men doim bu narsadan faxrlanib gapiraman to'g'risi, chunki Matnazar Abdulhakimda odatda masalan yosh ijodkorlar, bizga o'xshagan yoshlar ustozlarimiz aytadi, shu sen mana shu shoirlarni o'qib ta'sirlanib she'rlar yozibsan desa, yo'q, undan ta'sirlanmaganman, undan bo'lmagan deydi. Lekin men har doim, hozir ham, bundan keyin ham faxrlanib aytaman, men Matnazar Abdulhakimdan o'sib chiqqan shoirman. Faxrlanib aytaman bu narsani. Chunki agar Matnazar Abdulhakim bo'lmaganda, hozir Rahmat Bobojon degan bir ijodkor bo'lmasdi. Shu o'qib, ta'sirlanib, yashab, kitoblari yostig'imiz tagida qolib, yod bo'lib ketgan hamma she'rlari shu darajada muhabbat bilan qaraganmanki, o'shaning uchun ham o'zim haligi ma'naviy ustoz deb bilaman. Qoyil. Endi Xorazmdagi adabiy muhit haqida ozgina to'xtaladigan bo'lsam, men eshitganlarim bilaman xolos. Masalan, o'sha Boltoyog'a biz ustozimiz aytgan, o'zi zootexnik bo'lgan. Bir kuni deydi, mollarni izidan quvlab yursam deydi, ukol qilaman deb deydi. Bir shoir kelibdi meni izlab deydi. U kelibdi-da deydi, meni topolmay ketibdi deydi. Keyin kelsam deydi, seni ana televizorlarda chiqib she'r o'qiydigan bir katta shoir so'rab keldi deb aytdi ishxonadagilar deydi. Yo'q edi deb aytdim deydi, zootexnikman deydi. Keyin deydi, o'zim bordim yoniga deydi, Urganchga borsam deydi, Boltovoy, sen bu zootexniklikni tasha, sen yaxshi shoirsan deb Boltoy Bekmatovni Matnazar Abdulhakim o'zi tavsiyanoma yozib Rossiyaga o'qishga jo'natadi. Masalan, bu yerda mana Davron og'a ham Matnazar Abdulhakimning eng yaqin shogirdlaridan, eng aziz shogirdlaridan. Boltoy aka shunday. Matnazar Abdulhakimni menga yana bir yoqadigan tomoni, Xorazmni juda yaxshi ko'rgan. Xorazmni juda yaxshi ko'rgan. Uni bilish uchun she'rlarini o'qish, ayniqsa Matnazar Abdulhakim Xorazm shevasida kitob yozgan. Bir quchoq gul degan xorazmcha she'rlar. Bu endi she'rlarni menimcha ko'pchilik biladi ham. Majnunni bag'rini yong'onlarina, meni yurakimni javobi dangdir. Yorni bir ko'rganni savobi bilan namoz o'qiganni savobi dangdir. Xudoyimni o'zi beraveradi. Yorni ko'rmaganni jazolarini, namoz qazosini o'qisa bo'lar, o'qib bo'lmas diydor qazolarini. Voh. Qanday? Xorazm shevani qanaqa go'zalligini ochadigan. Xullas, hozir to'g'risini aytay, Xorazmda ham ba'zi birovlar xorazmcha gaplashmay ham qo'ydi to'g'risi. Unutildi. Juda ko'p Xorazm shevamizdagi so'zlar unutildi.
lekin o'sha kitobga yozgan so'z boshida Matnazar Abdulhakim yozadi, bizda adabiy tilimiz ham shevalarimizdan kuch olib boyiydi. Shuni hisobiga shevalarimiz unutilmasligi kerak. Undan shu irmoqlar kelib adabiy tilni boyitish kerak degan fikrlari bo'ldi shu mazmundagi. Shu ma'noda Matnazar Abdulhakimning bir Qujoqgul degan kitobini dagi she'rlarni bir 50-60 ta she'r bor. Men hammasini yoddan bilaman. Shu darajada yaxshi ko'rganimdan. Bu nimaga? Men Toshkentda yashayman, Xorazmlik ekanligimni unuttirmaydi bu she'rlar menga. Ba'zida unutib qo'yishim mumkin-da, Xorazmlik ekanligimni unuttirmaydigan she'rlar. Keyin ustozni ziyrakligi haqida ham bir ikki og'iz narsa aytsam. So'zga mana Davron og'am ham aytdi, Karimboy og'am ham aytdi yuqorida. Shunaqa so'zga shogirdlarini ayaydigan, yonidagi do'stlariga shunday munosabatda bo'ladigan va juda ziyrak odam bo'lganda. Mana bitta misol. Bir kuni deydi, bu hikoyani Oybek Tillo degan bizda Xorazmda yaxshi tanilgan qiziqchi shoir bor. Shu Matnazar Abdulhakim shogirdlaridan desa ham bo'ladi. Shu kishi aytib berganda, bir kuni deydi, Matnazar og'a bilan deydi bir maktabga tadbirga borsak deydi, adabiyot tadbiri kelinglar, shoirlar qatnashib beringlar deb chaqirsa deydi, borsak deydi, maktabga sirk kelgan ekan deydi. Hamma deydi shu maymun olib kelishgan ekan deydi. Shu maymunni deydi o'ynatyapti sirkda deydi. Biz deydi ikki shoir deydi so'ppayib turibmiz deydi, bizdan kimdir xabar olarmikan? Bu shoirlar keldi deb bizni u yoq bu yoqqa qani qayerda bo'ladi tadbir, yuring deb olib ketarmikan deb turdik. Hech kim bizdan xabar olmayapti deydi-da. Keyin deydi, oxiri deydi, nima deydi, ustoz deydi, Matnazar Abdulhakim, bo'ldi, Oybek ketdi, yur, uyga ketamiz deb deydi. Yo'lda ketayotganda shunday gap aytdi deydi-da. Endi gap yaxshilab eshitinglar. Oybek, endi bundan keyin tadbirlarga borsak, biz ham bir maymun olsak bo'lmaydi, shekilli yonimizga deb aytadi deydi. Ko'rdinglarmi qanaqa ziyrak? Endi Xorazmga muhabbat haqida alohida gapirish mumkin. Xorazmni qassangiz agar yer ostidan daryolar chiqar. Xorazmni qassangiz agar yer ostidan dunyolar chiqar. Nola tortib yuborajaksiz qora chiqqan chaqnab ziyolar. Yer ostiga nega ketdingiz aziz daryo, aziz dunyolar? Shunday javob bo'lgaydir sizga, yo'q, ketmoqchi emas edik biz. Sizlarning ko'p kirdikorlardan yer yorildi, yerga kirdik biz. Hali bir avlodlar kelgaydir, nomingizdan tavbalar aytib, shunda inshaalloh hammamiz yer yuziga chiqurmiz qaytib. Mana Matnazar Abdulhakim haqiqiy Xorazmni katta iste'dodi, bizning sevimli ustozimiz. Shu she'rlari bilan, so'zlari bilan, bizga beradigan tuyg'ulari bilan abadiy yashashiga shubha yo'q. Minnatdormiz Rahmat aka. Ustozga shu qadar g'oyibona muxlissiz va haqiqatda biz endi xabar topdik ustoz sizga oq yo'l bergan shoir ekanligingizdan. Va men ham faxrlanaman siz kabi inson bilan suhbatda bo'lganimdan. Shu yerda suhbat o'rtasida uzr so'rayman. Matnazar Abdulhakimga bag'ishlab o'sha tushni ko'rganimdan keyin bitta she'r yozganman. Osmonga maktub degan she'r. Osmonga maktub degan o'zi Matnazar Abdulhakimning o'zining ham she'ri bor. Eshitamiz. Osmonga dil bergan, osmonni sevgan, men sening kuyunchak o'g'lingman zamin. Roziman dunyodan meni ayirsa, o'zimning emas yo'q o'zgalar g'ami. Kuzak shamollari xazon podasin quvganda tinmasdan oldiga solib, senga qo'llarimni uzatdim falak, ishq qolib, yor qolib, g'arib dil qolib. Sirlarimni aytdim yolg'iz o'zingga, ne azob uqubat o'tganda jondan. Insonman talpingan insoniylikka, osmonga talpingan osmonman. Garchi she'r o'stirdim mag'zun bog'larda, teng tutdim mehrimni hammaga tun kun. Ko'ksim orol misli qurimasin deb ko'zlarimdan toshar tinmasdan jayhun. O'zgalar dardiga quloq tutaman, o'zgalar dardidan o'yaman yurak. O'zgalarsiz yolg'iz mamnun yashamoq, o'zgalarsiz baxtlar kimga ham kerak? Men seni sevaman mangu abadiy, bu g'amgin dunyodan ketganim zamon. Qayg'urib, o'ksinib, silkinib og'ir, axir sen birinchi
yig'laysan osmon. Rahmat. Rahmat aka, minnatdormiz. Haqiqatda juda chiroyli she'r va yanglishmasam bu ustozga qaysidir ma'noda dil izhorlaringiz albatta. Azizlar, tomosha qilayotganingiz Madaniyat va ma'rifat telekanali Qaqnus ko'rsatuvi. Bugun biz ustoz shoir Matnazar Abdulhakim ijodi haqida suhbatlashyapmiz. Hozir bir musiqiy chekinish qilsak, men sahnamizga iste'dodli san'atkor Dilfuza Nurmetovani taklif qilaman. Marhamat. Zavrimni sezib titradi dutor xabaring yo'q. Zavrimni sezib titradi dutor xabaring yo'q. G'aflatdasin men bunda bedor xabaring yo'q. G'aflatdasin men bunda bedor xabaring yo'q. Olamni bosar zulmat agar lahza yimilsam, ul ko'zlaring xumor xabaring yo'q. Ul ko'zlaring xumor xabaring Dasturimiz davom etadi. Hozir sahnamizga taklif qilmoqchi bo'lgan ijodkorim Shamsiqamar teatr studiyasi aktrisasi Mahliyo Xurramova bo'ladilar. Marhamat, ulardan ham she'r eshitamiz. Sirtqi saboq. Imlo xatolarim bo'lsa kechiring. Hozir parishonroqman. Maktubdan.
men seni sevaman. Qursin esim, nahotki men ega, sevaman kesim. Qoidaga mahkummiz buncha nega biz, muhabbat emasmi axir egamiz? Sen bo'lsang maktabda, mashaqqatdasan, ruhimda xavotir g'alayon boshlar. Seni toliqtirib qo'ymadimikin har xil undalmalar, otlar, olmoshlar, nini emas. Seni sevaman o'zim. Didoringga yetmoq umidim ming. Sening ko'zlaringni sog'indim, ko'zim yo'q, ko'rishga turqini ning. Yuragim kim? O'zi yuragim nima? Yuragim zanjirband, zulfinga bog'liq. Yuragim bo'sh uy, fayzli qilmasang, ochmasang berk uydir. Mahkam, qulflog'liq. Qulflar sinsinlar. Kel, eshiklaring uyiga o't tushsin kelishkilarning. Qaratqining o'zi sensiz qaratqich, sensiz tushimni men tush ko'ribmidim. Sen bo'lsang shu qadar kelishgansanki, muhabbatdan boshqa kelishiging yo'q. Na bir darak gap bor maktublaringda, na bir ergash gap bor maktublaringda, faqat yurak gap bor maktublaringda, faqat tergash gap bor maktublaringda. Ruhimga hech tinmas g'amdan taqiblar, maktublar, ishq dardin mahzun iloji. O'qir, konvert yirtib xatim raqiblar, yurakni olgandek, ko'ksimni ochib. Yuragim mening maktab bolasi. Tahlikaga tushmay, cho'kmay sevadi. Yuragim indamay sevadi seni. Quchoqlamay sevar, o'pmay sevadi. Men sevmoq baxtiga ming dardda yetdim. Biroq bu ne hikmat? Biroq bu ne sir? Lablarimda sensiz bo'lsalar yetim, lablaringda mensiz bo'lsalar yesir. Sening yo'qlovingsiz hislar ham sag'ir. Xohigar ishonma, xohigar ishon, meni unutmabsan. Xayriyat, axir maktublar bitibsan xotir parishon. Lekin sendan xat yo'q kechadan beri. Zor qilding ko'zlarim gadolaringni. Meni sog'insayding sog'inganimdek jondan aziz imlo xatolaringni. Baxt va kulfat bilan sevaman seni. Sevaman zararlar va foydalarsiz. Ko'zlarim yo'lingga termula berar hech qanday bir imlo qoidalarsiz. Sen bo'lsang omon bo'l bosh kelishikda, sarvqat va qalam qosh kelishikda. Maktublar bitaver mayli parishon, ta'na kelishikda, tosh kelishikda. Lekin sen unutma, faqat unutma. Ko'zlarim ko'p yomon sog'indi seni. Qayg'u kelishikda, yosh kelishikda. Salomat bo'ling, minnatdormiz. Rahmat. Hurmatli mehmonlar, aziz teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz. Bugun dasturimizda ijro qilinayotgan she'rlarga Royalda iste'dodli bastakorimiz, Xalqnusning doimiy ijodkori Zoirbek Boyjonov jo'r bo'lyaptilar. Minnatdormiz Zoirbek. Endi esa navbatdagi she'r uchun yana bir ijodkorimizni davramizga taklif qilamiz. Umid Qodir. Marhamat. Ketganingdan so'ng ham yashayotirman. Qattiq bo'lar ekan odamning joni. Hamon oqayotir jayhun to'lg'onib, hamon tip-tiniqtir Urganch osmoni. Hamon g'azallar bor, qo'shiq bor, hamon shovullab turibdi sen tark etgan bog'. Gullar ochilmoqda hamon yopiray. Bulbul sayrayotir astag'firulloh. Baribir ishonging kelmaydi sira. Sen haqda surganim faqat xayol xom, yoki tirikligim yolg'ondir mening, yoki sening meni sevganing yolg'on. Muhabbat yonma-yonlik olis, yonma-yonlik oz. Bizlar bir birovda yashashimiz shart.
faqat shu, boshqasi judolik xolos, boshqasi davolab bo'lmaydigan dard. Iltijo emas, yo'q afsus qilaman, sen menda, men senda bo'lamiz. Boshqasi bedavo dard, men bilaman, bu dardni bir cheksak o'lamiz. Rahmat kattakon. Adashib kelishi mumkindir balki temir izlardagi qatorlar. Quyosh charaqlashi mumkin adashib yog'ishi mumkindir qorlar. Ne balosiz o'zi, qanday ofatsiz, muz kabi sovuq va otashdek yoniq. Sizni sevib bo'lar, tushunib bo'lmas, majnundek telbassiz, Suqrotdek yoniq. Nom nishon yo'q sizda kibru havodan, lekin ko'p mag'rursiz azizim. So'ramaysiz hech vaqt kelganda ruxsat, so'ramaysiz hech vaqt kelganda izn. Dono bo'la turib telbasiz, telba bo'la turib donosiz. Sizga taklifnoma bitmoqchi edim, o'ylab ko'rsam bu ish ma'nosiz. Sizning xaloskor bir irodangiz bor, xohishingiz bordir yengilmas sizning. Har yili kelasiz g'azablaridan tab tortmay ayovsiz ayama juzning. Kelasiz va'dasiz, kelasiz onsiz, minnat ham qilmaysiz yondim deb dardda. Sizning tashrifingiz muqarrar sizning birinchi marta. Rahmat. Salomat. Ko'rsatuvimizga ijodiy to'garaklardan ham shoirlar tashrif buyurishgan. Bugungi mehmonlarimiz Sirdaryo viloyatida tashkil qilingan Qaqnus klubi a'zolari. Hozir sahnamizga Xolida Alijonovani taklif qilaman. Marhamat. Meni yona sevganda ayriliqqa bo'lgancha mahbus, muz tashlagan otash mehringga qayerdadir kimdir aytgan so'z. Ishonaman, chiqqansan yo'lga, kelish uchun qoshimga darrov, lekin seni to'xtatib qolgan. Qayerdadir kimdir qo'ygan g'ov. So'ng bir qushdan jo'natgansan xat. Mumkin emas yozmasliging. Yo'q. Lekin o'sha qushni o'ldirgan. Qayerdadir kimdir uzgan o'q. Bu yog'iga sen xotirjam bo'l. Bu yog'iga halovating naqd. Mendan seni qutqarib qolgay. Qayerdadir kimdir bergan baxt. Salomat bo'ling. Rahmat. Davron aka, bizga ajratilgan vaqt afsuski o'z nihoyasiga yetdi va yakuniy xulosa sifatida sizdan so'zlarni tinglasak. Mana ustozni ajoyib bir boya Rahmatjon ham aytdilar. Biz Matnazar Abdulhakim haqida o'sha ustozni hayotlik paytida suhbatlarimizdan va undan keyin ko'rsak, ustozni juda ko'p do'stlari bor ekan. Va hatto mana ustoz shogirdlik haqida aytmoqchi edim. Biz u kishiga hech qachon ustoz deb ayta olmaganmiz-da, ochiq ayta olmaganmiz. Lekin bugungi kunda biz ko'pchilik do'stlarimiz biz shogirdimiz deyishadi-da. Keyin biza yaxshi bu faqat o'sha Matnazar akani aytgan agar o'zlari hayot bo'lganda, albatta agar yaxshi bir she'r aytayotgan bo'lsa, yaxshi she'rlar yozayotgan bo'lsa, o'sha insonlarga foydasi tegayotgan bo'lsa, ezgulik taratayotgan bo'lsa, u meni albatta shogirdim deb aytgan bo'lardi.
Shuning uchun men hozir xursand bo'lib o'tiribman. Ustozning she'rlari o'ziga xos bir sehrlab qo'yganday bir she'r aytilib turgan davrada farishtalar bo'ladi deb aytardi ustoz. Doim yaxshi niyatlar qilish kerak. Do'stimiz Iqbol Mirzo, O'zbekiston xalq shoiri, xonalarga kelganda doim Javzo tashrifi kitobi turardi. Mana shu kitobni bu yerda o'tirgan yoshlarning aksariyati, ko'pchiligi o'qiganda o'sha paytda juda sevib o'qiydigan kitobimizga aylangan edi. Bu kitobni bir o'ziga xosligi shundaki, biz bir-birovlarga yaxshilik qilishda davom qildiraveramiz. O'sha kitobning ichida yaxshilik bor. Bir-birimizga mana shu yaxshilik mayog'ini agar kitobiy tilda aytadigan bo'lsak, bir-birimizga o'tkazamiz va bizdan yoshlar o'rganadi, yoshlar yana o'zlaridan keyin kelayotganlarga. Ustozning orzulari mana shunday edi. Kimdir yaxshi bir she'r yozsa, Matnazar aka uylariga borib qutlab, tabriklab kelardi. Xuddi o'zi yozganday xursand bo'lardi. Men o'ylayman, she'riyat yashasa mana bu bizani ezguligimiz, insonga bo'lgan muhabbatimiz, ezgulik o'lmaydi, mana shunday davom etadi deb o'ylayman. Ustozimiz Matnazar Abdulhakimning orzulari ham xuddi shular edi. Mana shu mushtarak bo'lmoqda. Mushtarak degan so'zni juda yaxshi ko'rardilar va so'zni o'zi juda joyida ishlatishni ham yaxshi ko'radi. Rahmat Davron aka, salomat bo'ling. Ustoz Matnazar Abdulhakimning ruhlari shod bo'lsin. Ular yozgan she'rlar, yaratgan asarlar qalbimizda va adabiyot olamida abadiy yashaydi. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida ijro etilgan qo'shiqlar, ijro etilgan she'rlar sizlarga manzur kelgan bo'lsa, biz o'z vazifamizni bajardik. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Haqnusning keyingi adabiy parvozlarida diydor ko'rishguncha deb qolamiz. Dasturimizga esa Hofiz Karim Rahmon tomonidan kuylangan qo'shiq bilan yakun yasaymiz. Marhamat. Asragan arslonidir. Do'st do'stning asragan arslonidir. Do'st do'stning gohida sodiq quli. Do'st do'stning gohida bo'lsa do'st johil, buningdek yo'q banov. Bundayin do'st do'stning zindonidir. Bundayin do'st do'stning zindonidir. Ko'z yoshidir do'st do'stning yig'lasa, do'st do'stning kulsagar hamdonidir. Yo'q iloji bir kuni tashlab ketar. Do'stlarin Abdulhakim imonidir. Yo'q iloji bir kuni tashlab ketar. Dostların Abdülhakim imam
ayirma